He, bular. Bab dashti moli. Dashti moli. Zo'r keladi-da. Barakasini bersin. Aka, Jasur aka, siz aka xolis odam. Nurullo akani akularni misol o'rtada xolis odam bo'lardi-da. Qarang aka, xolis odam, bir qo'zlarga bir ayting qani. Yoshligingizdan beri chorvani bilasiz-da aka. Akalarga nima deyman? Akalar mana qo'zini ko'rib turibdi. Aha. Hali bunday qo'zi endi Surxondaryoda Asror akamizda ma'lum qo'ygan yo'qda. Gap ochiq. Ya'ni mana aziz obunachilarimiz biladi. O'zi kommentariyada yozadi. Qo'zini maqtashga ko'plari uchun bilib oladi. Hay aka, barakasini bersin. Endi chiqaryapmiz. Zo'r qo'zi. Barakasini bersin, yaxshi narsalar. Degan odamga qo'zi zo'r. Xo'p, formalarda o'zi kamchiligi yo'q jonivorlar. Ko'p gapirdik lekin. Ko'p gapirdik. Endi bunday misol yolg'onsiz gap gapirdik-da. Bo'ladigan narsalarni gapirdik do'stlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 3-kun sanasiya sizlar bilan Xudo xolasa yilning eng sifatli urg'ochi qo'zilarini sizlarga videoni qilamiz akalar. Xo'p, do'stlar qaraysizlar. Mana shu qo'zimiz misol uchun 6 oylik bo'lar, 5 oylik bo'lar. Mana ustida yungi o'sha sifatda bu. Mana uni to'kib tashlasak, mana uni yana bunday tarag'day qilib shuni tarasak, yana mana junchiq kelyapti, qarangizlar. Ya buni bir jo'layotgan joyimiz yo'q. Mana unday qilsak, chiqib kelyapti. Xullas, bo'ladigan qo'zlarda do'stlar. Xudosa. Shunday qo'yib yuboring ichiga. Hop. Boyaga aytganimizdek, hop, yilning eng sifatli qo'y qilaman degan insoniga qo'y bo'ladigan qo'ylardan sizlarga mana videolarni qilib boryapmiz. Jasur akamiz navbatdan kelgan. Assalomu alaykum aka-ukalar. Zo'rmisizlar? Mana azizlik patchiklari mana. Qattiqroq gapirasiz. Azizlik ukamiz patchiklari mana qo'zlarning eng zo'r sara eletalari mana akamizdan chiqaryapmiz. Qiladigan aka-ukalar mana qo'yni ko'rib sifatiga bahoni beraveramiz. Do'stlar, mana Nurullo akamiz navbatdan kelsin. Nurullo akamiz olib chiqyapmiz. Jasur akamiz navbatdan kelsin. Jasur akamiz. Yo, o'zi bo'ladigan narsa. Do'stlar, unday oldi qochdi gurung emas. Qo'zlar mashallah zo'r. Barakasini bersin. Endi hali o'sha sezon o'tib ketyapti, endi asosda. Kundan kunga narxi ham oshib ketyapti. Qo'zlar ham tugab boryapti-da. O'zi shu yilga urg'ochi qo'z Surxondaryoda kam. Sezilarli darajada hozir uncha-munchasi topolmayapti, sotishga ham olishga ham. Ko'rasizlar, sifatli qo'zlar, qo'y qilaman deganda bir joydan bir atardi qo'zlar do'stlar. Yana ustunlik tomoni o'sha qoni bir xil, qoni toza narsalar. Mana Abdulfayz akamizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling G'azizbek. Tinchmisiz? Tinchmisiz? Aka, chorvangizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Sifatli narsalar chiqaryapsiz. Nasib. Ko'rsin, olsin, baraka topsin. Ha. Bir atardi qo'yi. Do'stlar, bironta misol maydasi yo'q. Shunday qarasalaringiz bironta maydasi yo'q. Hammasi bir xil holatdagilar. O'sha bugun Jo'nbozorda Jasur aka ikamiz ko'rdik. Jo'nbozor bo'ladi bizda. Hozir qanday fikrdasiz aka? Mana shunday qo'zni olib bu yilga ko'rganim yo'q. Ya, endi Jo'nbozorga ko'pchilik kirdi do'stlar. Kirdi-yu, qarang aka, kirdi. Misol uchun biz videomiz tomosha qiladi ko'pchiligi, bozordagilar. Lekin 4 dan 5 ta qo'zi kirgan ekan, o'zim ko'rdim. Bir yo'ni 6 milliondan dedi, 5,5 dan narx qilishdi dedi. Ay bo'lsa mana shunday qo'zi edi. Mana shunday qo'zi. Lekin ulardek qiriq yo dashti mol emas do'stlar. Ochiq ko'ring. Hop. Holatlari xullas mana shunday holatdagi. Sizlar Uning chiqiriyor. olingizlarda xullas. Odamning o'zini bir havas keladigan narsalar ekan. Hay shu akamiz bilan savdo qilasizlar. Aka, ko'p gapirib beryapmiz, yaxshi narsa gapirtiradi. Har joyda aka. Bularda soni nechta aka? Soni 32 ta. 32 bosh. 20si 1 yen, 12si 1 yen. Ha, aka-ukalar aka. Aka-ukaniki, ha. Bir yerda yurgan ekan. Bir yerda bir atarda kelyapti. Yo'q, o'zi o'xshash ekan, bir quloqni yeni yo'q. Ha, shunday. Bir quloqni yeni yo'q ekan, bir quloqni yeni har xil ekan shunday. Do'stlar, ha. Qattiqroq gapiring. Haqiqatan zo'r ekan. Hammasi kindikli, juda poychasi ham qalin. Qo'y qilaman degan akalar adashmaydi. Qarang, mana bu 40 mol o'zi turadi degan. Bunday mol hamdan kam uchraydi. Ular 40 mol, ular 40 mol. Shunday. Bir keladi, egasini topadi. Ya endi bo'ladigan narsalar ekan, tan olish kerak.
Hay barakasini bersin. Mana bu qarang qanday tusoq bo'lib ketgan, bir xil tusoq bo'lib ketgan. Mana qarang. Shular. Hurri boch. Ketgan, tusoq bo'lib ketgan mana. Yo, aka kelgandan buni pul bo'lsa olib qo'yish kerak dedik-ku. Mana. Bo'ldi aka. Ha, Jasur aka. Lekin o'zimning ham ishim ketdi, ko'rmam. Yo, kelgandan Jasur akamiz, akamiz mashinadan tushmasdi. Shunday ko'rdik-da, mol qiladigan qo'ylar ekan dedi. Endi har videoda ham bunday gapirib yotmaymiz do'stlar. Ko'rasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, hop, sifatlilari har joyda gapirtiradi, sifatlilari har joyda o'zining narxi bor. Sizlar ham misol uchun mana shunday qo'y yetishtirib, hop, nimaga chiqarsalaringiz elga ommaga. Do'stlar, любой payt, любой joyda misol sifat birinchi o'rinda-da. Hammasi zo'r, Hay. bir-biridan zo'r. Aka ko'p maqtadikmi deyman. Molni qarang, molga qarab bunaqa qilsin. Ya, mol aytib turibdi aka, barakasini bersin. Hali endi misol uchun bunday bir xil holatda qo'y menimcha chiqarganimiz yo'q aka. Menimcha chiqarganimiz yo'q. Aka, bularni 5 ta 10 taga bo'lamizmi, bo'la olmaymizmi? Obunachilaringiz-ku bir joyda olib qo'ysa, inshaalloh baraka topadi-da. Yo, baraka topa aytib. Bo'lamiz, uni nima narxi plus minus bo'ladi-da. Ha, bir xilda sharoitda nima qilmaydi-da, lekin ko'pchilik qidirib yuribdi. Aha. Sirazi telefonga chiqsa birdan narxini kelishsa siz bilan olsa yaxshi, zo'r. Mana o'zlaringiz buni guvoh bo'lingizlar, do'stlar. Agar noto'g'ri gaplar bo'lsa aytingizlar, yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Azizbek, sen jo'ra noto'g'ri gap gapirding deb. Endi hamma narsa kelishdi-da aka. Shunday. Kelishamiz. Aka, nima deymiz? Gapiring qani. Nima deymiz aka? Akani oldiga o'ting qani. Nima deyman aka? Ha, gap bering akaga. Prosta men tilim gapirishga ojiz, chilim bilan zo'r. Bu maqtashga misol o'rtamasda qo'zlar, o'rtamasda oldi qo'zlarda. Zo'r qo'zi, ko'zim ko'r. Nima deymiz aka? Ya qarang aka, bu maqtovlardan o men Yo'q, unday emas. Ha. Molga qarab pul bersin bo'ldi. Shunday aka, misol qarang. Siz mehnat qilgansiz, o'sha mehnat qilganman, men qarang. Kelini qarang. Buni qarang. Mana. Lab ketgan oldi ham. Mana to'shini qarang. Mana. Ya zo'r aka, aytib turibsiz-ku. Agar borku shunday borib qo'y qilsa bularni. Qo'y qilsa bir xil zo'r qo'y bo'ladi-da. Uni terib yotmaydi, pasini ajrataman. Bo'lmaydiganini chiqarib taylayman deb yotmaydi. Mehrni berish kerak. Aka, gapiring qani akamizga. Ko'p ko'rgan insonsizda siz ham. Necha puldan qo'yasiz? Oldi qochdi yo'q. 6 milliondan O'zbekistonda Lubay viloyatiga dastlabki bor. Hali 6 milliondan chiqarganimiz yo'q-ki. Endi molga qarab buni qilingda. Bunday mol ham chiqarganimiz yo'q aka. Ha, shunday. Bugun lekin 6 milliondan Lubay viloyatiga dastlabki qilib beraman. Ya, uni savdo qilinadigan joyi bor. Joyi ham bor, kelishamiz, menga qarang. Qarang. Buni misol 6 million bozorga chiqqan qo'y 6 million degan qo'y ham hay endi aytilaveradi-da bozorda aka. Siz ham misol savdosini aytyapsiz. Bozorda ham savdosiga aytadi-da. Molni ham qarang. Mol barakasini bersin yaxshi aka. Bir joyga olaman deganga. Hay, kelishadigan joyi bor ha yana. Bor ha. Savdo qilinadigan joyi bor. Bor, kelishamiz. Sunnat. 58 lardan qo'ysak bo'lmaydimi? 58 hozir kam bo'ladimi? Mayli 100 ming xayriya ham bor mayli. Yo, 59 dan deyapsiz-ku. Mayli, men qarang 6 dedim, men o'zi 6,5 dedim. Siz yo'q 6 dedingiz. Mayli 59 dan. Hay, aka to'g'lini qo'yapsiz 62 63. Endi to'g'lingizda men qarang uncha-muncha tusog'ingizni qiladi aka bu qo'y. Bu lekin barakasini bersin. Agar bu misol tusoq holatda bo'lsa, hozirgi qo'yilayotgan qo'yayotgan 8 millionlik qo'ylarimizdan bo'ladi-da, tusoq holatiga. Ya lekin hali men qarang, shunday ko'ringiz. 4 oylik, 4,5 oylik qo'zi bu. Ha. Oldi. Qarang bu qo'zlarni qarang-da mana. Buni maqtabini qo'yatmaylik, buni qarang. Eng mayda qo'zim shu. Qarang, bu tulla bu. Tulab ketdi. Tulla bu. Ya qarang, junini deydi. Nima qilasan deydi, bir qozon go'shtku deydi-ku. Buni aka tushunmaydi. Buni aka qancha mehnat ketadi-da. O'zimiz misol o'tgan marta 24 million qo'chqor oldim-ku. Angus degan qo'chqor. O'zidan o'zi misol havasga olganim yo'q-da aka. Buni qarang. Qo'zlar chiqaramiz deb olyapmiz-da do'stlar. Uni tushungan tushunadi. Tushungan tushunadi. Molni